Bugun biz yoshlar kelajakni tanlaymiz. Giyohvandlik esa bu yo'ldagi eng katta xavf. U kichik qiziqishdan boshlanadi. U hayotni, sog'liqni va orzularimizni vayron qiladi. Ammo bir haqiqat bor. Tanlov bizning qo'limizda. Biz bilimni, sog'liqni va yorqin kelajakni tanlaymiz. Narkotiklar kuchli emas, kuchli bizmiz. Giyohvandlikka qarshi kurash o'zimizni, do'stlarimizni va kelajagimizni asrashdir. Biz giyohvandlikka, narkojinoyatga qarshimiz. Biz yorqin kelajak tarafdorimiz. Sog'lom hayot eng katta boylikdir. Giyohvandlik esa uni tortib oluvchi kuchdir. Keling, birga kurashaylik. Biz giyohvandlikka qarshimiz. Bugun trend sog'lom hayot. Hech qanday modda bizning orzu va maqsadlarimizdan ustun emas. Biz giyohvandlikka qarshimiz, chunki biz kuchlimiz, maqsadlimiz va onglimiz. Har bir talabaning orzusi katta, giyohvandlik esa orzularini o'g'irlaydi. Biz tanlov qilamiz. Maqsadlar, bilim, muvaffaqiyat. Shuning uchun biz bu illatga qarshimiz. Biz talaba yoshlar, biz vatan kelajagimiz. Bizning safimizda giyohvandlikka joy yo'q. Birga bo'lib, kuchli bo'lamiz.